Trollar mamlakati. Мыльная опера. Ингрид! Вернись сейчас же! Что ты там делаешь? Ты что, не слышала, детка? Ой, Ингрид. Водяной. Человеком пахнет. Что там, толстяк? Осторожно, малявка. Ау! Фу, пахнет чистотой. Это же кусок мыла. Лавкач, это им пользуются люди, когда моются. Ага, мерзость, правда? Эй, и мы можем им попользоваться? Лавкач, они разозлятся. Ага. Ну что, дармоеды? Вот ваша жратва! Кто сделает рагу лучше мамули? Много паутины?
Я так и знал, они разозлились, Лавкач. Я до тебя доберусь, мерзкий гаденыш. Ой. Qo'lga tushdingmi, sassiq maxluq? Senga hali sovun nimaligini ko'rsatib qo'yaman. Sovun kuchidan qo'rqinglar. Ha, mana qayerda ekansizlar? Ha, ko'rnamak. Meni sho'rvamga sovun tashladingmi? Ta'zirini beraman. Ushlanglar uni, ushlang! Qozonimni o'g'irladi. Qo'y, qozon, quvnoqni mabodo ko'rmadingmi? U qayerga qochdi? Ana u yerga qochib ketdi. Rahmat, qozon. Baqa turq, ahmoq, axir bu quvnoq-ku. Shunaqami? Tirik qozon. Qo'lga tushdimi, qozon? Voy. Hali bu sovunni topganingga pushaymon yeysan. Meni bel kuragim bor. Yerni kavlayapman. Bel kuragim yo'q, faqat sovun bor. Jazo, quvnoq uchun jazo. 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 Quvnoq. Ha, mayli, o'simta burun. Meni yechib yubor. Shunda senga tegmayman. Yaxshi uni aytganini qilinglar, u jiddiy aytayapti. Uni ahvolini endi ko'ramiz. Uni sovunlab qo'yamiz. Qani, sovunlaymiz. Uni sasishini qara. Zo'r bo'ladi. Qo'rqma, kichkintoy. Quvnoq hozir ularni laqillatadi. Mana ko'rasan. Yana bir bor suvga. Chunki u endi toza-ku. Tozaligisi kelyapti. Xuddi odamlardek sasiyapti. Kula ko'rmalaring. Qo'y, uni ko'ryapman. Nima? Yer ostidan o'shami? Ha? Bu o'sha. Qochib qol. Bo'lishi mumkin emas. Qochib qol. Tezroq qochinglar. Qayoqqa qochishyapti? Axir endi boshladik-ku.
Ular alvastini ko'rib qolishdi, qara. Ko'rib turibman. Bu qariyani yaxshi bilaman, lekin tupurdim unga. Yodimdan ko'tarilibdi. Choygumni olovda qoldiribman. Qo'rqoqlar, quyon yuraklar. U bizga nima ham qilardi bu alvasti? Buni bilishni faqat bir yo'li bor. Hoy, do'stlaringga o'xshab sen ham quyon yuraksan. Seni shu yerda qolganing yaxshi. Hammasi joyida quvnoq. Bu men do'mboqman. Nahotki hamma menga yomonlikni ravo ko'rsa, hatto sen ham do'mboq. Men kechir quvnoq. Tayoq haligi, lekin men nima sasiyapti? Voy! Bu yomon sovun ekan, alvasti kelyapti. Bo'la qol tezroq bilasan u trollarda nima qilishini. Qochib qol quvnoq. Ana va ahmoq trollarni qanday laqillatganimni ko'rdingmi? Ularni hammasi qochib ketishdi. Hech kim menga bas kela olmaydi. Ularni laqillatish uchun shunga o'qibsan-da. Hech kim senga bas kela olmaydi, quvnoq. Voy! Bu nima hid? Ketdik bu yerdan. Sasiyapti, qara. Ha, kichkintoy, qalpog'imni olib kelibsan-da. Men yana asl holimga qaytdim. Rahmat do'stim, sen doim men uchun. Hoy, kichkintoy, nima bo'ldi? Unga nima bo'ldi? Tushunmadim. Kichkintoy hech qachon mendan ranjimagan. Menimcha sen sasiyapsan. Tozalik bilan. Nima? Nima deganing sasiyapman? Sendan unchalik yaxshi hid kelmayapti. Bu yaxshi hid emas, sovun hidiga o'xshayapti. Voy. Sovun hidiga o'xshayapti? Bo'lmaganga mendan yomon is kelishi mumkin emas. Hoy, ketdik. Yur, o'ynaymiz. Shunda kichkintoy ham qaytadi. U raqsga tushishni sevadi-ku axir. Kechirasan, men trollar g'origa qaytishim kerak. Ha, ana o'simta burunni yana ta'zirini beramizmi? Balki unday qilmasmiz, a? Nima? Nimaga? Ular seni kelayotganingni bilib qolishadi. Isingdan. Ha, isingdan. Isimdan? Do'stligimiz qayerda qoldi? Eng qadrdon do'stingni tashlab ketyapsanmi? Yo'q, shunchaki qaytishim kerak. Bormasam hech ham bo'lmaydi. Qayer. Boraver. Menga nima? Bir o'zim ham o'ynay olaman. Buni hammasi sovun hidi tufayli. Uni o'zim sezyapman-ku. Agar undan ham sovun hidi kelganida, u ham sezmas edi. Ha, uni ham sovunlayman. Juda ham soz. Shunda birga o'ynay olamiz. Kichkintoy va boshqalar ham. Voy, juda ham uzoqda ekan. Yana suvga bo'kim kelmayapti. Do'mboqsiz bu sovunni ola olmayman.
Do'stlarsiz o'lgulishni qilish qiyin ekan. Hoy, kimsan? Albatta alvasdiman. Alvasti qo'rqinchli bo'lishi kerak. Nega endi? Tushunmayman. Nega endi men qo'rqinchli bo'lishim kerak? Men bechora qari alvasdiman. Yolg'iz menga do'st kerak. Bitta yoki ikkita. Menga farqi yo'q. Ko'p narsa so'ramayapman-ku. Sen aziz do'stim yolg'izlik nimaligini bilasanmi? Do'stlaring seni hech tashlab ketishganmi? Tupurdim ularga. Hammasini tushundim. Haqiqiy qondosh ekansan. Agar hamma trollar cho'milishsa, men yolg'iz bo'lmayman. Meni qo'limdami? Qanday ajoyib fikr. Ularni bu yerga olib kela olasanmi? Albatta, bu ish menga cho't emas. Ehtimol. Ularni ko'lgacha raqs tushirib olib kelamiz. Raqsga tushirib? Hamma raqsga tushadi. Agar mana buni chalsang. Skripkanimi? Sehrli skripka sadosi ostida hamma raqsga tushadi. Hamma raqsga tushadi? Hoy, men bir urinib ko'raman. O'simta burunni chinonan o'ynataman. La'nati skripka. Xuddi tomda mushuk baqirgandek. Tuzzo'roq narsa topolmadingmi, shilimshiq alvasti? Ha, mana shunday qilish kerak ekanda. Hoy, do'mboq, og'ayni chalish. Kichkintoyni topdingmi? Yo'q. Men borib hozir yana qidiraman. Hozir qarab kelaman yana. Tushundim. Hali tavba qilmabsan. Skripka ta'sirida raqsga tushasan. Yo'q, tavba qildim. Lekin ketishim kerak. Demak, raqsga tushgin kelyapti. Unda eshita qol. Bu yerga sovun isli kimdir kelyapti. Yo'qol ahmoq qo'noq. Xuddi odamlardek sasyapsan. Endi sen troll emassan. Valtirashni bas qil. Sizlarga polka chalgani keldim. Polkamish. Sen nima? Bu nima ket? Xuddi atirgul bog'iga o'xshaydi. Yo'q, bu sovunga yuvingan quvnoq. Sen ta'zirini yeyishing kerak, o'simta burun. Chunki ko'p valdirayapsan. Judayam ko'p. Og'zingni yum, sassiq gul. Trollar seni boshqa ko'rishni istashmayapti. Kechirasan, shundaymi? Yo'qol bu yerdan. Ha, yo'qol. Mana shunaqa bo'ladi. Qani, yo'qol bu yerdan. U bizga kerak emas. Qani, Tuyog'ingni shiqillat, bo'lmasa yana sovunga burkaymiz.
Qo'y aralashni bas qil. Men ogohlantirdim seni. Qani o'simta biron sovunni ol. Sovun yo'q. Bo'la qol. Yo'q. Bo'lakkay kela qol. Do'stim yonimga qaytyapti. U hammani olib ketdi. Do'stlarim endi birga yashaymiz. Quvnoq! Rostdan ham qaytmoqchi edim, rost. Quvnoq! Alvasdan bizni qutqarsang-chi. Nima? Mayli do'mboq. Ketishim mumkin. Ularni olib ket. Ко мне, друзья мои, ко мне в мой чудесный мир на дне озера. А ты будешь моим любимцем. Останьтесь, останьтесь, друзья мои. Не бросайте меня одного. Снова! Они ушли. Почему все меня бросили? Я просто хотел дружить. Пара друзей. И все. Эй, а что случилось с мылом? Я не знаю, может, оно в озере? А что? О, вообще-то это чудная вещь. Если порезать его на кусочки, ну как леденцы, а потом обвалять их в чем-нибудь вкусном, Шишконос разозлился бы, потому что мы бы ему их не дали. Украл их и проглотил. Ха-ха! А еще мы бы намылили все дверные ручки. Ха-ха-ха!